Bu sahna kimlardan qolmagan? Bizdan oldin qancha san'atkorlarimiz xizmatda bo'lgan. Bizdan keyin ham qoladigan sahna. Shuning uchun ijozat beringlar. Shu yoshlarimiz birlikda qobiliyatli talantli bor yoshlar bor. Shularni shuni sizlarga bir namoyish etib qo'ysam, hali sizlarni kuldirishga ko'p ulguraman, chunki bu qizimni chaqirmasam bo'lmaydi. Hattuba deganda bizim O'zbekiston eshitdi. Marhamat, Muslima Bonu. Yo'q, Muslima Bonu, kela qoling qizim, kela qoling. Yuguring. Tez yugurib chiqinglar. Baraka toping. Chiqinglar, qo'shiq aytasiz. Qo'shiq aytasiz deb chaqirsam, bular do'ppi sotmoqchi keling. Baraka toping. Shu qizim o'qituvchisi hammani turg'izibdi, bittasidan so'rabdi, bolasidan, "Dadang nima ish qilasa?" "Dadam bankir" debdi. Hozir dadang mana shu maktabimizga kelsa, bizga nima qilgan bo'lardi? Kasbini bilasanmi desa, "Ha, bilaman. Agar dadam shu yerga kelsa, hammamizga pul tarqatgan bo'lardi" debdi. Men qizimdan so'rabdi. "Dadang kim?" desa, "San'atkor artist" debdi. "Dadangiz kelsa nima qilardi?" desa, "Kelmasin" debdi. Nimaga desa, "Hammamizga bankir amaki bergan pulni qistirib olishimizga to'g'ri keladi." Ko'raylik, maza qilib ovozdan bahramand bo'laylik. Do'ppi tikdim ipaklari tillodan, ipaklari demang sirri tillodan, jilo bersam gullariga, jilo bersam gullariga, ko'zing yorug' bezaklari tillodan, ko'zing yorug' bezaklari tillodan. Ha, ko'zing yotishiga olma uni lola, ko'zing yotishiga olma uni lola. Dili joni bilan nola qilur nola, dili joni ila kuyla go'zal lola. Dili joni bilan nola qilur nola, dili joni ila kuyla go'zal lola. Dili pora yigit yora yigit, kuyla dilim senda, yana kuyla baland, kuyla baland. Oysa dilim zora. Hey! Qanaqa pora yigit? Pora yigit deydi. Hali bor senga. Qo'y bola unaqa qo'shiqlarni. Endi do'ppi biznes qilamiz deb aytdik. O'ynaydigan bir sho'x mana odamlar ham kerak bo'lsa joyidan turib o'ynayorsin. Shunaqasini ayt. Ay ana shunaqasini aytasiz. Xorazmcha bo'ladimi? Ha. Ha. Men ham o'ynayman. Xorazmni ajoyib o'yini bu paka-pak. Xorazmni ajoyib o'yini bu paka-pak. Qizdiradi bayramu to'yini bu paka-pak. Qizdiradi bayramu to'yini bu paka-pak. Paka-pak, paka-pak. Qizdiradi paka-pak, hey. Paka-pak, paka-pak, hey. O'ynatadi paka-pak. Yer. Ana olmasa. Çeymeye silkdi, oynab ketar buvalar. Hey, bir-birini besme bes. Kavuşmaydı mammalar, kavuşmaydı mammalar. Bedenin sesini, yengirdi saza koşup. Hey! Bedenin sesini, Canlı. yengirdi saza koşup. Dilin yerep ketadi, coşup gitti sen coşup. Dilin yerep ketadi, coşup gitti sen coşup. Paka-pak, paka-pak. Kızdırады paka-pak, hey. Paka-pak, paka-pak, hey. Oynatadı paka-pak, paka-pak.
Namaste Hindustan. Oho. Voy. मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया पनवत पे मेरी पकड़े है भैया तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है राम जी की कृपा से मैं बची राम जी की कृपा से मैं बची राम जी की कृपा से मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया पनवत पे मेरी पकड़ी है भैया तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है राम जी की कृपा से मैं बची राम जी की कृपा से मैं बची राम जी की कृपा से ikkita biznesmen, ya'ni tadbirkor bir-biri bilan gaplashib qolibdi. Meni tansoqchim tupoy debdi. Kallasi ishlamaydi. Ishonmasang hozir isbotlayman. "Va, yo'q kelgin." "Va" desa, tansoqchi chiqib ketdi. Haligi tansoqchi shkaf bo'lib ketdi boshqa. "Labi, xo'jayin." desa, "Men qara debdi. Mana senga 1000 so'm Sergeli mashina bozoriga borganda bitta Lacetti sotib olib kelgin debdi. Desa, haligi, "Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Qanaqasini olay? Oqida olaymi, qorasini olaymi?" "Va, garang, berganini ol" debdi. Shuna ketdi. Ikkinchisi aytdi, meniki senikidan ham chatoq. Ishonmasang hozir chaqiraman." "Men qaragin." desa, uniki ikkita shkaf bo'lib ketgan ekan. Shunday kelayotgan. "Labi, xo'jayin, piyodamiz, yaxshimisiz?" "Labi, uyga borib qarachi, kennayindan so'rachi, men uydanmikanman, yo'qmikanman?" "Xo'p bo'ladi, xo'jayin, chiqib ketibdi." Ikkita tansoqchi ko'chada ko'rishib qoldi. Birinchisi aytamiz, meni xo'jayinim tupoy, kallasi ishlamayapti. Nima deydi, qo'limga 1000 so'm berib bor, Sergeli mashina bozoriga borib, bitta Lacetti sotib olib kelgan. "Ya, ahmoq, bugun dushanba bo'lsa, Sergeli mashina bozori ishlamaydi-yu." Desa, ikkinchisi aytamiz, seniki menikidan yaxshiroq ekan. Meniki nima deydi, uyga borib, kennayindan so'raching, men uydanmikanman, yo'qmikanman. Kalla bering, o'zing telefon qilib so'rayver. Haylang, tansoqchilarga ko'z tegmasin. Ijozat desanglar, yana sizlarga bir ajoyib bir sovg'am bor. Ularni ham men sahnaga taklif etmasam bo'lmaydi. Dunyodagi eng mashhur sozandalarni bugun men mana shu tomoshamga, yangi kun kulgisi deb nomlangan tomoshamga taklif etganman. Kutib olasizlar. Guldiroz qarsakiylar va musiqa ostida. Marhamat, kela qolinglar. Dunyodagi eng kuchli rahmat. Sal oldiroq chiqamiz. Oldiroq bu yoqda. Bular bolalarni katta qilganim cho'ri. Adashmaylar, 6 ta bolam bor. 3 tasini ko'rardinglar, mana qolgan 3 tasi. O'zim alla aytaman shular. O'zim alla aytib uxlataman. Oldin kirlarimni yuvib olib, keyin alla aytaman. Gap yo'q. Mana bunisi dunyoga mashhur skripkachi, ajoyib skripkachi Firdavsga qarsakiylarni ayamanglar. Bunisi ham skripkachi Farangiz. Yaxshiroq qarangiz. Bunisi dahshat. Munisa. Pianino chalish va vaqtida opasining oyog'idan chalish bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Bir kuni uyga kelsam bo'lgan voqeada yig'layapti. Nimaga yig'layapsan desam, ayam urdi dedi. Hut dedim, ayang urgan bo'lsa, hozir dedim, shu dedim, ayangni dedim, quloqini kesib olaman desam, ziragini menga berasizlar degan shu. Kelinglar, bularni ham san'atdan bir bahramand bo'lamiz. Marhamat, boshladik. Ketdik. Ha. Yaxshilab aralasang sinadi. Tezroq.
farzandlarimni o'ynash nasib qilsin. Hamana shunday yurtda o'z farzandlari bilan oilasida maza qilib o'ynash nasib qilsin. Mana shu zavqimizni to'xtatmaylik. Hali oldinda sizlarga atalgan hangomalarim ko'p, lekin yana bir bolajonga mana shu sahnaga chiqishga ijozat bersak, faqat meni farzandlarim emas, mana shu yerda o'tirgan har biringizni farzandlaringizda o'ziga yarasha iste'dod bor. Chunki biz O'zbekistonimiz iste'dodlar yurti. Yaqinda bir bolani topib oldim. Bola topib oldim. Shunaqa bir ovozi menga yoqdi. Yaqinlarini yordamida mashhur musiqalarga so'zlar qo'ydirib qo'shiq aytyapti ekan. Maza qilib rohatlandim. Kelinglar. Sizlar ham mana shu rohatni his qilinglar. Chunki bizni o'zbek xalqida albatta har bitta tomoshada ota yoki ona haqida qo'shiq bo'lishini bizni otalarimiz, onalarimiz kutadi. Shunday ekan, Behruzbekni men sahnaga taklif etsam, kela qoling Behruzbek. Kela qoling. Oq niyatda mana oppoq kiydirdik. Ayting, qo'rqmang. Chunki bu yerda hamma yaxshi odamlar, hozir sizga hammasi qarsak chaladi. Ayting qo'rqmasdan. Yaratganga ming shukr, boshimda bor panohim. Ota-onam umrini uzoq qilgin Allohim. Yaratganga ming shukr, boshimda bor panohim. Ota-onam umrini uzoq qilgin Allohim. Meni hali yosh bolaman, bog'bonim otajonim, bebaho mehrbonim, duogo'y onajonim. Meni hali yosh bolaman, bog'bonim otajonim, bebaho mehrbonim, duogo'y onajonim, duogo'y otajonim. Ota
bola, qo'rqib ketding. Aynan nima ketay, qo'rqma bola. Meni ham mikrofonimga ashlayni. Bitta aytib ber. Baland joyini ayt. Otam haq yo'l ko'rsatar, onam qilar duolar, boshim silab aytishar, yiroq bo'lsin balolar, yiroq bo'lsin balolar. Umringiz uzoq bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin.